Va nihoyat ko'pchilik kutgan edi. Assalomu alaykum. Traverse modelining yangilanishini. Oldimizda bugungi obzorimizda Traverse 2026 Z71 modeli bo'ladi. Hozir biz mashinani to'liq obzorga va test drive'ga olganmiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ham ko'rib turasizlar va sizlarga bu mashinani test drive qilib shunaqasi motori haqida, korobkasi haqida, umuman o'zi qanaqa ishlab chiqarildi, nima o'zgarishlar bo'ldi, hammasi video davomida. Z71 bo'ladi. Buni yana RC pozitsiyasi ham mavjud. Xudo xolasa endi menimcha chiqsa kerak va uni ham agar o'xshasa alohida bitta obzor qilib beramiz. Bunda abduf yo'q ekan. Sizda faqat abagrev va mana o'rta qismlarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta. Endi u yog'ini yo'l davomida sekin-sekin gapirib ketaveramiz. To'g'risini aytish kerak, to'g'rimi? Hamma narsani ham zo'rini ko'rsatmaysiz, minuslarni aytamiz. Birinchi menga yoqmagan minusi bokovoy nazigini kichkina qilib qo'yishdi, lekin bokovoyda slipoy zona ham bor va abagrev bokovoy ham bor. Salon qismiga keladigan bo'lsa, hamma joyi deyarli qoraytirib tashlangan. Ya'ni hozirgi chiqayotgan yangi stilda o'zi liboy mashina olgan odam albatta patolog qismini yoki yon stoykalarni qoraytiradi, bilasizlar. Bunda uje tayyor. Nima materialligini to'g'risi bilmayman. Manchika Xitoy material bo'lsa kerak. Endi lekin avtokameraning antana sifati bundan anchagina yaxshi bo'ladi va hamma detallarni o'zi ham polностью qorada. Ya'ni ruchkalari, nikel detali juda ham kam. Akvaprint o'zgacha bo'lgan, qizil rangda bo'lgan. Hop, o'rtadagi monitor eng ko'p e'tiborni tortadigan joy. Ya'ni 17.7 dyumli monitor qo'yilgan. Sensorlar ideal ishlayapti. Hech qanaqa muammolar yo'q. Karplaylar bo'lsa bo'lar ekan. Mana masalan, meni odatim rulni sal pasaytirib haydayman, ya'ni pastga tushib olib haydayman, bunaqa qilib va shu holatda ozgina tabloni yopib qo'yar ekan. Shuni ham baribir hisobga olish kerak, rulni maksimal pastga tushishini. O'ng tomon ketib qolibdi mashina. Ko'rdingizmi, avtomatik rul to'g'rilib olganini? Mana shu zamonaviy mashinalarda mana shu narsasiga lekin maza qilaman to'g'risi. Sidenantagi shunaqa vibratsiya beryapti, даже uxlab qolgan odamni ham uyg'otaveradi. Qarang, ketdi, palasidan chiqib ketdi-ga, rulni ushlayapti. Qani. Hop, to'g'rilashini ko'rasizmi? Palasiga qaytarib qo'yadi, ko'rasizmi? Gap yo'q-a. Yana bitta yoqqan tomoni gitarani, uje mana skorost gitarani o'ng tomonga o'tkazib qo'yishdi. Menimcha undan oldingizda adashmasam, o'rta qismda bo'lardi. Bularni xuddi taxologa o'xshab yon qismga bokovoy tomonga o'tkazib qo'yishdi va mana Mamitdan rejimlarni polni o'zgartirsa bo'ladi. Rejimni o'zini qaraylik. Bitta buksir, ya'ni pritsep rejimimiz mavjud. Bu yoqda alohida toqqa chiqadigan rejimimiz mavjud. Обычный rejim, sport rejim, bezdorожье, ya'ni uje tog'ni вообще cho'qqilarga chiqib degan variantimiz. Sirasi ko'rasizlar, relf. Buni to'xtab mancha olish kerak ekan. Ya'ni mana mashina avtomatik to'xtab qoldi, qaranglar. Bo'ldi, uje bu rejimga o'tib oldi. To'rttasini ham ulab olib, вообще cho'qqiga chiqadigan variant qilib qo'ydi. Endi bizga hozir shahar ichida bo'lganimizga hali sport rejim ma'qulroq variant hisoblanadi. Torchlarga keladigan bo'lsa, mashina oldidan anchagina ko'tarib yuboradi. Sideniya bo'yicha komfort bor, zo'r. Men to'g'risi undan oldingisida siqilib o'tirmasdim, juda ham keng narsaning ichida o'tirardim va kattaligi bo'yicha xuddi sal qo'poldek tuyulardi. Buning ichida Equinox ichida o'tirgandek o'tiraman. Ya'ni mana shu orasidagi расстояние bo'yicha ham juda ham zo'r. Siz yana maksimal orqaga surib oladigan bo'lsa ham mashinani bemalol haydab ketsa bo'ladi. Qisqasi, mashina yomon emas. Endi sizlar bilan davomini yozib boraman. Xo'p, to'rttalik, ya'ni relief rejimga o'tdi. Endi skorost ko'rib, xudo xolasa yo'limizni davom etamiz. Ketdi. Aynan shu joyga biz syomkaga kelganmiz. Mashina lekin yumshoqlashdi bor-ku. Hozir tushganda ana do'q etdi-ku, jo'ski bo'ladi. Yumshoqlashdi bor-ku rejimga o'tgandan keyin. Mana ketdik. Gap yo'q. Hop.
Ha, kirdik. Qarang, sezmayapti. Ha, yumshoq mashina. Ha, bo'ldi. O'zgardi. Qani rejim bekorga emas-ku. Va nihoyat biz xohlagan lokatsiyamizga keldik va yo'llarni o'zida yurganimizni ko'rdinglar. Mashina juda ham bunaqa yo'llarga bardoshli, ayniqsa mana shu Toshkentdan Samarqand, Buxoro, Xorazm uzoq yo'lga qatnaydigan, yomon yo'lda yuradigan akalar uchun ideal bo'lgan model. Usti ko'rinishi bo'yicha mashina to'liq o'zgargan degan bo'ladi, ya'ni eski modeldan hech narsa bu yerda umuman qolmagan. Oldi oblisovka juda ham derski, optikalari juda ham zo'r yorityapti, kameralar hamma joyda bor, bilasizlar, ya'ni mashina 360 kamera bilan полностью jihozlangan. Xavfsizlik tomonlama mashina ideal, airbag, abduf, 8 kishilik oilaviy ovga chiqish uchun, safarga chiqish uchun mashina qisqasi ideal. Bunaqa diska balonda chiqqan menimcha birinchi mashina bo'lsa kerak O'zbekistonda Chevrolet bo'yicha 265 ga 65 R18 off-road stildagi diskalarda. Hozirgi yurgan yo'llarimizda aynan mana shu balonlardan yurib keldi. Mashinamiz menimcha eskirtiraversa ozgina kaltaroq, lekin bu ham 8 kishilik mashinamiz, aynan shu safar uchun o'rta qismda orqada ikkita kapitanskiy sidenamiz. Hop, 315 ta ot kuchi, motorimizning turbinasi bor. Ishlash prinsipi juda ham oddiy, ya'ni Aitor sistemada bo'ladi. Xudo xolasa, bunga moslashtirib, aynan bunga mos keladigan korobkamiz 8 ta stupenkali avtomat korobka bilan mashinamiz jihozlangan. O'zini juda ham zo'r tutyapti, juda ham tetiy mashinamiz. Motor moylariga keladigan bo'lsa, xuddi undan oldinga tiraversa, endi u atmosferniy bo'lgan bilasizlar, bunda уже turbina. Bunga imkoniyat boricha 0 ga 20, ya'ni sal suyuqroq bo'lgan moyimiz quyiladi va almashtirish masofasi ham уже masalan 5000-6000 kilometr almashtirib olishga to'g'ri keladi. Qolgan tomonlama mashina yaxshi, yomon deyolmayman, chunki уже yurib haydab tez drayvlar qilib ko'rdik va o'shandan keyin sizlarga mashinani to'laqonli ko'rsatamiz. Xudo xolasa, o'zimizda уже, ya'ni O'zbekistonda bu mashina sotuvda chiqdi. Biz hozir bu mashinaga o'zimiz servis tomonidan ham xizmatni ko'rsatib berganmiz, ya'ni bunaqa yo'llarda, bunaqa joylarda yurgandan keyin mashinaning kuzovi maksimal darajada himoyalash kerak. Shunaqasi bitta minusni ham aytib keta qoldik. Hozirgi chiqayotgan, yangilanayotgan, o'zi yangi chiqayotgan modellarda kraska bo'yicha lak qatlami juda ham yuqori bo'ladi, bilasizlar. Broneplonkani 210 mikronligidan polniy kuzovni qoplab berganmiz. Xudo xolasa, mashina уже kuzov tomonlama to'laqonli himoyalanadi. Mashina zo'r, akalar. Xarid qilishni maslahat beraman. Narxiga keladigan bo'lsa, 795 million, deyarli 8 millionlik mashina bo'ladi. Ko'rasiz va fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmang.